Ya Rasululloh, menga najot yo'lini o'rgating debdi sahoba keladi. Menga hech narsa bilmayman. Men najot, nima qilsam najot topaman, shuni o'rgating. 3 ta qoidaga amal qilgan najot topasan. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Men najot ya Rasululloh, ey Allohning rasuli, najot yo'lini o'rgating menga. Shunday ishni o'rgatingki, o'shani qilsam najot topay. Hamma mushkullarim hal bo'lsin, hojatlarim ravo bo'lsin, baxtli bo'lay. Amsik alayka lisan. Tilingni tishlab yurgin. Tilingga ehtiyot qil. Hamma yaxshiliklar ham shundan, hamma yomonliklarni qo'zg'atadigan ham shu. Tilingga ehtiyot qil. Ikkinchisi, valiyabki ala xatiyati. Xatoyingga yig'lab. Xatoying uning yig'lab Allohga tavba qil. Va oilangga, uyingga siqqin. Valaysan, uyingga siqqin. Uyga sig'adigan bo'lish uchun uyda islomiy muhit bo'lish kerak. Uyga sig'ishlik, uyda qachon sig'maydi? Iymoniy, islomiy muhit bo'lmasa keyin uy nursiz bo'lar ekan, fayzsiz bo'lar ekan, sakinati bo'lmas ekan. O'sha uyda urush janjal bo'lar ekan, tushunmovchiliklar, o'sha uydan odam beziydigan bo'lar ekan. O'sha uyga faqatgina kechqurun shunday yotib, turkadan berib ketish kelib qoladi. Nimaga? Uyda ilohiy ta'limot yo'q. Qur'on ta'limi yo'q, iymoniy saboqlar yo'q, ixlos yo'q, samimiyat yo'q. U uy sig'maydigan yo'q. Shuning payg'ambarimiz ilohim uyingga siqqin dedi. Uyingizga siqqin, uyingizda mazza qilib orom oladigan baxtni barpo qilib qo'yganmisiz? Demak, siz najot topgansiz. Alhamdulillah. Najot 3 ta narsa. Demak, tilingni tishlab, uyingga siqqin, xatoyingga yig'lab. Mana shu 3 ta qoidaga amal qilgan odam baxtli najot topgan. Allah ilohim hammamizni najot topgan. Amin.